5 ta buqa 10 litr sut bersa, 10 ta buqa necha litr sut beradi? 5 ta buqa 10 litr sut bersa, 10 ta buqa necha litr sut beradi? 20 litr. İçkariga olinglar. Ichkariga. Ichkari uy boshmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Noto'g'ri. To'g'ri javoblarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Elektr poyezdi shimolga qarab harakatlanyapti. Agar shamol janubdan esayotgan bo'lsa, uning tutuni qaysi tomonga ketadi? Shimolga qarab ketadi. Armiyaga bo'lmaganda hozirgi bolalar. Noto'g'ri. To'g'ri javoblarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bitta qiziqarli savol beramiz. Savolimizga javob bera olsangiz, ISFT institutidan sovg'amiz bor. Bir yuzi ikkita ko'z nechta odamda bor? Bir yuzi ikkita ko'z, bitta odamda. Sen nima qilding? Noto'g'ri. ISFT institutining filiallari Samarqand, Toshkent va Andijon viloyatlarida joylashgan. Bu yerda siz bakalavrdan boshlab doktoranturaga o'qishga topshirishingiz mumkin. Institutimiz butun respublika bo'ylab XMS tizimida talabalar soni bo'yicha 2-o'rinda turadi. O'qish uchun qabul boshlandi do'stlar. Biz bilan birga talaba bo'ling.